su 1 kilo un, 500 gram limon su, echitqu 3 gram, shakar uni 1 gram, soda fin 1 gram, tuz 2 gram. Materiallar sepilgandan keyin endi xamir yo'g'irishni boshlasak bo'ldi. Xamirlar kelgandan keyin beg'ishimiz bilan shunda xamirni jimirimiz qarindoshlar. Bunun sebebi ise şunu xamirini ravrus pişagandan keyin ondan elastikli qog'oz chiqadi yutazimizning. Xamir olib pishib bo'lgandan keyin shunda olib bisib buni qatlaymiz do'stlarlar. Eng muhim yeri shuni cho'qim ravrus pishish kerak yutazning xamir. Ondan shunda kichik olib qatlasak bo'ldi. Bundan qatlab bo'lgandan keyin yerini to'pi qartib yana mishani bosamiz do'stlar. Xamirni ishlaymiz to'pi. Bunday qilishimiz sabab shu xamirning yeriqlari yo'qolib ketish uchun shuni qatlaymiz do'stlar. Ondan yana uchini o'tira ekilib ikki jondan yana qatlaymiz. Bu yutazan xamiri buncha ko'p ishlashimiz sabab shu nefis qog'ozga kelib chiqish uchun yutazga kerakli maytancha usuli 400 gram zaytun mayi, 200 gram xom qaymoq, 200 gram sarmoy. Shuni qo'limizda ravrus ezib olamiz. Mana yutazning mayim tayyor bo'ldi do'stlar. Mana shunda olib chiqdi, mana qitiqda kalatda. Hamda ustini maylab taytini. Bayam qatlab tayyor bo'lgan xamirimizdan shu maylab olgan may to'pi qo'yamiz. Ichkiyanni shunda bisib, ondan yana mayimizni ustini maylaymiz. Ustini maylab 10 minut tindiryapmiz. 10 minut xamir tinib bo'lgandan keyin shu ichkiyanni bosamiz. Ondan bizdan tayyor bo'lgan mayni surkaymiz. Shundan silib surkisiz bo'ldi. Yavaş bir ketdim mayın sürkeyimiz qancha nefis bo'lgan ser yutazing shuncha chuvilib ta'mli chiqadi. Xamirni yeyib bo'lgandan keyin endi buni yo'gash boshlaymiz Mana qarab, mana cho'gab bitsak bo'ldi o'xshidi. Xamirning eg'irligini 50 gram atrofda qilsangiz nihoyat yeyish chiqadi. Do'stlar, endi qasqon olamiz Qarang, shundoq ichiga tiqib olsak bo'ldi. Uchini barmog'imizda ichiga ishtirib, ondan olamiz shundoq. Tizib bo'ldi. 20 minut pishdi. Pishdi! Acayip o'xshab ketdi. Qarang, mana chuvilg'inni.